zapchastlarimizni sifati undan ko'ra buni o'rnatilishiga juda ham katta ahamiyatga ega bo'lasizlar va har bir qo'yilgan jihozlarini baho berib o'tasizlar. Ketdik bo'lmasa. Kia Sportage avtomobilimiz M-Pay motor bilan jihozlangan, Europagaz brendi bilan MS-4 mnogofunksiyalar blok upravleniyamiz, korreksiyalarni ko'rib turuvchi va ochkolarni avtomatik ko'tarib turadigan blok upravleniyamiz. Bu tomonda real xarizma italianskiy injektorimiz, X-organ reduktorimiz, buni ham Xitoy bor, juda ham ehtiyot bo'lasizlar. Bu tomonda zapravkani o'rnatib berganimizda avtomobilimiz 100% gazda ishlaydi. Bagaj qismini ko'rsatamiz. Avtomobilimiz bagaj qismiga o'rnatilgan metan ballonlariga juda ham katta e'tibor berib o'tasizlar, qanday o'rnatilishi va akkurat turishiga. Ketdik bo'lmasa ballon hajmini ko'rsatamiz. Bu o'zini polkasi 4 dona 30 talik gaz ballon o'rnatib berganimizda gaz ballonlarining turishiga e'tibor bering. Har bitta ballonimizni atini chipilkalarga qotirib, taylarida usilinni shveylerlar qo'yib, stanovkaga qo'yib berganmiz. Kraniklarni ham originaldan qo'yib berganmiz. 2 yillik kafolati bilan, yo bo'lmasa 100 ming kafolati bilan metan stanovkalarni qilib beramiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa Europagazga murojaat qilinglar. Biz ishlarimizni qoyillatib beramiz. Salomat bo'linglar.